Aşı gün ətiyəndə məktəbə nəhayət keçib bardım. Көңлümдә Хәнмәйер әпәнде тилайдыған болды деп нəhayət қорқдым. Оның үстіге o біздің pulning turlanishini so'raydiganligini aytgan edi. Lekin men hech nima deb bera olmaydim. Shunga maktabga bormay, dalaga chiqib o'ynab kelaychi degan niyatga keldim. Havo shu qadar iliq, shu qadar suzuk edi. Bulbullar o'rmon chetida yaqinliq, chang-chang sayraydi. Taxtay tili zavodining keyindagi chimliqda Prussiya askarlari mashq qilyotdi. Bu manzarlar pul turlanishining ishiltilishiga qaraganda xeyli qiziqarli edi. Lekin men yanala o'zimni tutib, shu hamon maktabga qarab yugurdim. Bazar mahkamasidan o'tib ketib, nurg'un odamlarning e'lon taxtasi oldida turganligiga ko'zim tushdi. Yaqinqi 2 yildan buyon urushdagi mag'lubiyat, silingan alvon hasharlar, qo'mondonlik shtabining har xil buyruqlar qatorliq yomon xabarlarning hammasi o'sha yerdan tarqaladi. Men to'xtamay yugurib ketib, ichimda yana nima ish bo'lgandi deb o'yladim. Tömürchi xu açdımı şagirdi bilan billa kishilar orasiga qistilib kirib e'lonni ko'ryotdi. U mening maydonda yugurib ketayotganligimni ko'rib, menga vaqirdi. "Onchi bola tez yugurishingning hojati yo'q, o'g'lim. Sen baribir maktabga hamon nihoyat baldur borsan." Men u menga chaqchaq qilyotsa kerak deb o'ylab, hozirg'inimcha yugurib, Xanmayir apandining kichikina hovlisiga yetib keldim. Odatdagi kunlarda maktabda dars boshlash vaqtida hamon bir pas varang-churang bo'ladi. Bu ko'chig'im anglanadi. Partin ochgan va yopgan ovozlar. Varang-churangdan qulqun etilib, ko'pchilikning varqirab dars yodlashlari. Onun ustiga muallimning qo'liga temir paloqni ilib, partaga taqildirib urib, "Tinch o'ltiringlar, pasrak ovozda o'qinglar" deb varqirashlari anglanib turadi. Men aslida o'sha varang-churangdan foydalanib, o'z joyimga g'ipida o'tib olarman deb xiyol qilgan edim. Lekin o'sha kuni hamma yakshanba kuni atigandagidek jimjitlikqa cho'kkan edi. Men ochiq derazadan savodoshlarining o'z o'rinda o'ltirganligini ko'rdim. Xanmayir apandi bo'lsa, u yoqdan bu yoqqa mengib yuradi. Qo'ltiqida kishini cho'chitadigan yiliq temir paloq bor edi. Men noiloj eshikni ochib, hammalarning ko'zi ichida jimjitlikqa cho'kkan sinfga kirdim. Sizlar shu chog'da mening yuzimning qanchalik qizirib ketganligini, o'duqqanligimdan yuragimning qanchalik dubildab ketganligini tasavvur qilsanglar mumkin. Lekin hech ish bo'lmadi. Xanmayir apandi meni ko'rib, nihoyat muloyimlik bilan "Tez joyingga o'ltir, kichik Frans. Darsni boshlaymiz. Seni kutmadik" dedi. Men o'rindiqni atlabla joyimga o'ltirdim. Yuragim biroz joyiga tushib, tinchlangandan keyinla muallimimizning bugun yilqi nihoyat chiroyli bayramlik maysirang kiyimini kiyib, bo'yniga girvak chiqirilgan galostuk taqib, beshiga cho'risi kashtilangan kichikkina qora ipak shlyapa kiyib olganligini payqadim. U bu kiyimlarni mufattish maktabga kelib ko'zdan kechirgan yoki mukofot tarqatgan kunlarda kiyadi. Onun ustiga bugun butkul sinfni odatda ko'rilmaydigan ajoyib jiddiychilik qoplagan edi. Meni hammadan bek hayron qoldirgani orqa tarafdagi hamon bo'sh turadigan bir necha o'rindiqlarda bozordagi bir muncha odamlar o'ltiradi. Ularmi bizga o'xshash sukutga cho'kkan edi.
Ularning ichida ushqirli qalpog'ini kiyib olgan Xausu bo'y, ilgirki bozor boshlig'i, ilgirki pochtikash, yana ba'zi boshqa odamlarmi bor edi. Hammaylarning chiroyidan ham qayg'u chiqib turadi. Xausu bo'lsa, boshlang'ich maktabning chatlari yirtilib ketgan bir o'qish kitobini olg'ash kelgan edi. U kitobini ichib tizg'i qo'yib olgan. Kitobning ustida uning cho'ng ko'zoynagi to'g'risiga yotadi. Men bu ahvollarni ko'rib hayron bo'lib turganimda, Xanmayer apandi o'rindiqda o'ltirib, baya menga so'zlagandek muloyimlik va jiddiylik bilan bizga so'zlashga boshladi. Bolarim, bu sizlarga o'tayotgan oxirgi darsim. Berlindan Elzas va Lotaringiyadagi maktablarda nemis tilini o'tishga ruxsat qilinganligi to'g'risida buyruq keldi. Yangi o'qituvchi yetib keladi. Bugun sizlarga oxirgi 1 soatlik fransuz tili darsi o'taman. Sizlarning ko'proq ko'ngil qo'yib o'rganishinglarni umid qilaman. Bu so'zlarni anglab ichim seyirilib ketdi. Yiliq ablaqlarning bozor mahkamasining e'lon taxtasiga chaplag'ini mushu gap ekanda. Mening oxirgi 1 soatlik fransuz tili darsim ekan bu. Men texi maqola yozishni tuzuk uqmayman. Endi mening fransuz tilini o'rganishimga imkoniyatmi yo'q ekanda. Buningga bo'ptila deyishga bo'lamdi. Men burun obdan o'rganmay, darsdan qilib qushqash o'vularni izlab yurgan. Saar daryosiga berib suv o'zgan edim. Mushlarni aslab qattiq pushaymon qildim. Men texi helila grammatika, tarix qatorliq darsliklarimni ko'tirib yurishni ig'ir ko'rib, bezor bo'lgan edim. Amdilikda bular xuddi qadinas do'stlarimdagidek, bulardan ayrilg'im kelmayotdi. Xanmayer apandiga nisbatan shundoq. U ketadigan bo'ldi. Uni yana qayta ko'rolmayman. Mushularni xiyol qilib, uning menga bergan jazolarini, paloqda yegan tayoqlarimni unutdim. Bechora bayqush. U mushu oxirgi darsni xotirlash uchun bayramlik chiroyli kiyimlarni kiyibdigan. Bozordagi bovaylarning nima uchun sinfga kirib o'ltirganligini mana endi tushundim. Bu menga ularning o'z vaqtida maktabga pat-pat kelib turmaganligiga o'kinganligini uqtirgandek bo'ldi. Ular go'yo mushu usul bilan muallimimizning samimiy sadoqatlik bilan 40 necha yil ishlagan xizmatiga tashakkur aytayotgandek. Qo'ldan ketish oldida turgan zaminimizga bo'lgan izzat ihromini bildirayotgandek qiladi. Mushular xiyolimdan kechayotganida birdilla muallim meni chaqirib qoldi. Yodlash navbati menga kelgan edi. Xudo. Agar qiyinchilikda dong chiqargan pil turlanishining qo'llanishini jarangliq, aniq va qilchi xatosiz holda boshdan oxir aytib bera oladigan bo'lsam, buning badaliga har qanday narsani qurbon berdim. Lekin boshda bir necha so'zni aralashtirib qo'yib gangirab qoldim. Men noiloj u yoqdan bu yoqqa irg'anglab, ko'nglim qattiq beorom bo'lib, beshimni ko'tara olmadim. Xanmayer apandining menga so'zlayotganligini angladim. Men seni ayblamayman, shokichik Frans. O'zingmi xilila beorom bo'layotsan. Shumi kupoya. Hammaylan har kuni voy bo'ldilar, vaqt borg'u, ati o'rgansammi kech emas deb o'ylashadi. Endi natijamizga qarab baqaylik-chi. O'rganishni doim eltiga qoldirish ilzosliklarning eng cho'ng baxtsizligi. Endi hiliq ablaqlar bizga qandoq sizlar o'zinglarni texi fransuz deysizlar. Hatto o'zinglarning til yezigini uqmaysizlar desa, haqliq.
Biroq bechora sha kichik Frans, bu seningla savalliging emas. Biz hammalarning o'zimizni ayblashga tegishlik nurg'un joylarimiz bor. Sizlarning ota-onanglar o'ginishinglarga ancha ko'ngil bilmaydi. Ular ko'proq pul tepish uchun sizlarning kitobinglarni tashlab, Edisga, egrish fabrikasiga berib ishlashga avatidi. Menchu, mening o'zimni ayblashga tegishlik joylarim yo'q bu. Men sizlarni pat-pat darsinglarni tashlab, gullarimni sug'urishga salmadimmi? Men beliq tutishga chiqqan chaqda sizlarni biroqli bir kun qo'yib etmadimmi? Arqadan Xanmayir apandi u ish, bu ishlarni so'zlab kelib, fransuz tili darsi ustida to'xtaldi. U mundaq dedi: Fransuz tili hammadan tushunishlik, hammadan to'g'ri. Dunyo bo'yicha eng chiroyli til. U yana munolarni aytdi: Biz uni qalbimizda saqlashimiz, uni mangu unutmasligimiz lozim. Davlati munqariz bo'lib, qo'l qilingan xalq o'zlarining tilini yodida ching saqlaslar, turma darvozalarini ochadigan ochquchga ega bo'lgandek bo'ladi. U mushlarni deb bo'lib, kitobini ichib, grammatikani o'tdi. Ajoyib ish. Bugun uning o'tgan darsini to'liq tushundi. Uning so'zlaganlari nihoyatda oson, bakmu osondek tuyuldi. Men o'zimni darsni hech qachon munchalik ko'ngil qo'yib anglamagandek, umu hech qachon munchalik savarchanlik bilan tushundirmagandek his qildim. Bu bechora odamning o'zi bildigan narsalarning hammasini ayrilishdan ilgari bizga o'gitib qo'yg'isi, mingimizga biroqlik qo'yib qo'yg'isi keladi. Grammatika darsi o'tilib bo'lgandan keyin bizga xatizis mashqi darsimi o'tildi. Shu kuni Xanmayir apandi bizga yangi xushxat ulgisi tarqatib berdi. Ulgida Fransiya, Elzas degan chiroyli tugilak shaklli xatlar bor edi. Bu xat ulgilari partiyamizning to'mir dastasiga esilgan bo'lib, xuddi nurg'unlagan davlatlarning kichik bayroqlari siniblar lapildayotgandek ko'rinadi. Hammaylar shunchalik diqqat bilan berilib xat mashq qiladi. Sinib ajoyib jimjitlikqa cho'kkan. Qalamning qog'oz ustida shirtilgan ovozlar anglanadi. Ba'zida oltin qo'ng'izlar uchib kirsin-u, ularga hech kim parvo qilmaydi. Eng kichik bolalarmi diqqatini buzmaydi. Ular tayoqsizliklarni xuddi bular fransuz xati hisoblandigandek ixlos bilan zehnni qo'yib sizatdi. O'gizdagi kaptarlar gugulab past ovozda sayraydi. Ular bu kaptarlarni nemis tilida sayrashga majburlamas deb o'yladim ichimda. Men har qitim beshimni ko'tarib qarasamla, Xanmayir apandining hamon o'rindiqda qimir qilmay o'ltirib, bu kichikgina sinfdagi narsalarning hammasiga ko'zi qiymay, ularni ilib ketgisi kelayotgandek tikilib qarab turganligiga ko'zim tushadi. 40 yildan buyon u izchil holda mushu yerda yashadi. Deraza sirtida uning kichikkina hovlisi, ko'z oldida uning o'quvchilari, uzun yillar ishlatilgan parta o'rindiqlarni surkilib, parqirab va ufburab ketgan. Hovlidagi yong'oq darxi egiz o'sgan. U o'z qo'li bilan tikkan pichak gul bugungi kunlikda derazani aylanib o'g'sigacha yamashgan edi. Bechora odam mana mushularni o'ylaganida, endi mushularning hammasidan ayrilish oldida turganda qandaqmi uning ko'ngli buzilmasin.
Onun ustiga, onun singlisinin ustunki qavatda u yoqdan bu yoqqa mengib, yuk taqlarni yig'ishtirayotganligi anglanib turadi. Ular ata bu yerdan manguga ayriladi. Lekin onun bugungi darslarni oxirigacha kutib turishga chidaydigan g'ayrati bor edi. Xat mashq darsi tugagandan keyin u yana 1 soat tarix o'tdi. Arqadan boshlang'ich sinflarga ba, bi, bu bo'g'imlarni qo'shib o'qishni o'rgatdi. Sinfning orqa qatoridagi o'rinda o'ltirgan Xavsu bovay ko'zoynagini taqib, ikki qo'lida boshlang'ich maktab o'qish kitobini tutib, bu harflarni ularga agishib qo'shib o'qiydi. U hayajonlanganligidan ovozimi titrab chiqardi. Onun g'alati ovozini anglab, uningga ham kulgimiz keladi, ham ko'nglimiz yerim bo'ladi. Bu oxirgi darsni men haqiqatan mangu unutmayman. Birdilla chirkonning soati 12 qatim so'xdi. Ibodat qilish vaqtining qo'ng'irqimi jarangladi. Tashqaridan Prussiya askarlarining kanay ovozi anglandi. Ular mashqdan tushgan edi. Xanmayer apandi o'rnidan turdi. Uning chiroyi totirib ketgan edi. U menga hech qachon bundoq bastilik, giganit ko'rinmagan edi. Mening do'stlarim, dedi u. Men. Lekin u dimi siqilib so'zlay olmay qoldi. U burilib qora taxtaga qarab, qo'liga bo'r ilib, butun kuchi bilan cho'ng-cho'ng qilib, "Yashasin Fransiya" degan xatlarni yozdi. Shuningdan keyin u beshini tomga yo'lab shu joyida turib qoldi. Lam-jim demay, bizga qo'l ishorasi qildi. Dars tugadi. Sizlar qaytinglar.